Assalomu alaykum Cherry Adaymaster Buxoro avtosalon obunachilari. Sizlarni ko'z oldingizda salonimizning erkatoyi bo'lgan Cherry Tiggo 2 Pro ni ko'rsatamiz. Ko'rayotganingizda oldi faralari уже bu mashinani hamma bilsa kerak baribir. Bilmagan odam o'zi bo'lmasa, shaharda juda ommalashib ketdi, ko'payib ketdi o'z mashinamiz. Chunki juda hamyonbop va ekonom bo'lgani uchun. Oldi faralar polni LED qilingan, LED optika bo'ladi ko'rayotganingizda. Mashinamiz juda ekonom, juda ixcham, ayniqsa ayollarimizga, ya'ni opalarimizga juda zo'r mashincha, ham uzun ham emas, ham baland katta ham emas. Maza qilib haydashadi. Eng qizig'i lyuklarigacha bor, bitta pozitsiya bo'lsa ham lyuklarigacha qo'yilgan mashinamizni. Va saka diskasiga keladigan bo'lsak, 17 razmerda saka diska polностью mashinamizda ko'rayotgan ikki xil rangda ishlangan, o'ziga mos, juda chiroyli turibdi. Bir tarafdan sportivniga ham o'xshaydi. 17 razmer, bemalol buni yana ko'tarsanglar bo'ladi, o'ziga zo'r joylashadi. Ichkari salon ham polni kojniy salon bo'ladi. Ko'rayotganingizda elektronniy rul, multimedia monitor, hamma narsasi bor mashinamizni. Ayniqsa ayollarimiz bu mashinamizni sotib olishyapti, juda qulay bo'lgani uchun, ya'ni haydashga juda oson, moslashib ketiladi va ekonom tomonidan juda qulay ishlangan. Mashinamiz multimedia rul bilan jihozlangan, o'tirishim bilan qulay, o'ziga sirazi quchoqlab oladi, sideniyasi ham. Bu yoqda speedometrimizda polni mashina damlar, balon damlarigacha ko'rsatadi. Ayblari, birorta muammosi chiqsa ham sirazi kuch bilan kodlarigacha yozadi. Rullari ham juda zo'r, 7 Pro ning ruli bilan почти bir xil kattaligi. Bu tarafda bu hamma mashinani aytib o'tirganman, kurs kontroller hamma mashinamizda bor. Birinchi pozitsiyadan tortib eng qimmat modellarigacha ham bor mashinamizni. Bu tarafida polni multimedia va rul abagiflarigacha bor mashinamizda. Va o'zini 9.3 dyuymlik monitori, bu yoqdan klimat kontrollari va avtomat korobka bo'ladi mashinamiz o'zida. Bu yoqlari aquaprint qilib juda zo'r ishlangan, karbon aquaprint zo'r ishlangan, o'ziga mos turibdi. Undan tashqari mashinamizda polni bakovoylarni yopib ochishlar mumkin, bakovoylar sirazi qaytadi. Ya'ni elektronik boshqarasizlar o'sha bu modelimizda mashinamizni. Lyuklari mashinamizni o'zini lyuklarigacha bor. Sideniyasi eng qizig'i kojniy sideniya, umuman bildirmaydi. Bemalol bez chihol, bez nakitka taqsanglar bo'ladi. Orqalari ham kengina. Chihol hech nima shart emas mashinamizga. Bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Akustikasi ham juda zo'r, akustikalari juda zo'r ishlangan, sideniyalari, pol, hamma yoq zo'r ishlangan. Ayollarimiz ko'proq endi o'zimizga yoshlar ham birinchi mashinasi olmoqchi bo'lsa, juda qulay va bu motorchasini ko'proq kattalar biladi, qanaqa motorligini. Endi 3 porshlik motor desam, sirazi hamma bilsa kerak. Motori juda zo'r ekan, 3 porshlik ekan, kam yerkan deb aytishadi endi ko'pchiligi. Orqa faralari ham LED qilingan polni yonishlari, spoilerlargacha qo'yilgan, zadniy stoplari tormoz bosgan payt ham yonadi mashinamizda. Orqa mordasi ham endi ko'pchilikka yoqadi bu morda, juda chiroyli va bagajlari keng. Bu ham xuddi shunday qolgan mashinalarimizga o'xshab knopka bilan ochasiz, gidravlik o'zi ko'taradi. Bagaj siximi ham juda katta qo'ygan, o'zimizni ba'zilar solishtiradi mahalliy mashinalarga, boshqa inomarkalarga, qolganlarga qaraganda anchagina katta bo'ladi. Plus bemalol propan qo'ysangiz ham bo'ladi mashina tagiga. Umuman bilmay ketadi. Mashinamizning orqa oldi lavovoyda spirallari, zadniy kameralari va orqa patroniklari mavjud. Orqasidan ko'rinishi juda zo'r ishlangan. Yorug'da ham ko'rsak bo'ladi endi bu tarafdan mashinamizni bu tarafdan ko'rish, monitorlari, avtomat korobkaligi, bitta pozitsiya bo'lsa ham avtomat korobka, elektron ruchnik, start stop, zadniy kamera, monitor, nima расход qilinadigan bo'lsa hamma narsani o'ylab chiqargan Cherry salon. Polностью Cherry zavod o'zi. Elektron bakovoylar, oldi lavovoy spirallarigacha polni ishlangan. 17 razmerda saka diskalarigacha E+, motorini ko'rsatadigan bo'lsak, motorlar bo'yi aytib o'tganimdek 3 porshlik motorcha bo'ladi. 1 litr turbina motor. Endi 3 porshlik motor bilsanglar, bilasizlar, o'zi juda kam edi. Shahar ichi 5 litr, 5,5 litr расход qiladi. Danligi 4,5 litr bemalol расход qiladi mashinamiz. Undan tashqari ko'pchilik propan bilan oladi mashinamizni, расходni yana kamaytirish uchun. Lekin o'zi benzin o'ziga расходi kam deb o'ylayman, propan shart emas deb o'ylayman. Afishkalari qilingan, polni shumkalari qilingan mashinamiz. Bu ham xuddi shunday motor, Avstriya motor.
Maynasi nemeskiy mayna, kuzovlari ham polni nemeskiy bo'ladi. Ya'ni Germaniyaniki bo'ladi. Mashinamizni polni yopib, yana bitta oldini obzor qilamiz. Oldi mordasi o'sha bu salonimiz erkatoyiga juda yarashib turadi. Chunki bitta pozitsiya bo'lsa ham lyuki, ham oldi farasi led bo'lsa, ya'ni nima kerak? Polni hamma narsasi bor ichida. Kojniy salon deysizmi, monitor deysizmi, elektron rul deysizmi, multimedia rul deysizmi, hammasi bor. Undan tashqari bu mashinamiz usloviylariga keladigan bo'lsak, mashinamizni 40 million foyda asosida kelib turib naqdga, avtokreditga, lizingga olsangiz bo'ladi bemalol, yoki-da 5 yilgacha o'zini tan narxini bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Bemalol kelasizlar, chiroyli narxlar cho'tka qilib, chiroyli qilib chiqarib beramiz. O'sha manzilimizga keladigan bo'lsak, Buxoro shahar, Sitora mashina bozori hamma biladi. Shu mashina bozori to'g'risida Cherry Ademaster Buxoro saloniga kelaverasizlar. Nima savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Tez orada sizlarga bog'lanamiz. Sog' bo'lasizlar.